bizada asosiy savdolarimizni 50-60%, 70% onlayn-ku. Balki sotuvchilarimiz adashgandir yoki o'zlari shu narsani xohlagandir. Yaqinda o'sha 2.4 ming 50 millilitr atr zakaz qilganlarda, keyin kommentariy kelyapti. Bular moshennik, aldiydi, atri yaxshi emas, stoykis turmaydi. Yozib turadi. Men ko'rib qoldim, sразу ichga o'tdim. Nomeringizni qoldiring, biz sizga aloqa chiqamiz. Хорошо. Telefon qilma, aka, assalomu alaykum, Mustafoman. Ovozidan tandim, aka, siz yaxshimisiz, zo'rsiz, siz bilan gaplashaman deb yurdim. Kommentariy yozgan ekansiz. Desam, aytibdilar, da, atr menga ozgina yoqmadi, bittasini stoykis turmayapti, yaxshi turmayapti. Shunga boshqasiga anoqsa bo'ladimi? Без проблем, aytib beramiz. Qanaqa atrlar yoqyapsiz bo'lsam, menga simfoniya bilan hibiskus mahajat ko'proq yoqyapti, u dumarakuya. Bo'ldi, nechundim? Bunaqa narsa kommentariy yozish shart emas. Sразу atr alishtirib beramiz. O'sha kuni o'zi chiqazib berdik. Boshida aka aytadilar, stoykis yaxshi turmayapti, dedilar. Keyin gap o'rtasida kulgili holat bo'ldi. Aytadilar, "Ana atringizni ertalab sepib chiqib ketganman-da, kechqurun kelsam ham ayolim aytayapti, yana ana atringizni sepdingizmi? Boshqa atr sepdingiz bo'lmaydimi?" deb aytayotdilar. Boshida 1 soat ham turmayapti degandilar.